Bugun sizlar bilan devichka hollar bolajonlarim yaxshi ko'rgan pecheni hamda xo'jayinimning eng yaxshi ko'rgan ovqatlarini birgalashib tayyorlaymiz. 150 gram margarin ustidan 200 gram shakar solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Ketidan 1 choy qoshiq tuz, 1 choy qoshiq razrixitr hamda 1 osh qoshiq kukuruznik kraxmal solib aralashtirib olamiz. Ustidan 1 dona tuxum chaqib yaxshi aralashtirgandan keyin esa 300 gram unimizni oz-ozdan solib xamir holatiga keltirib olamiz. Xamirimiz ichiga xohlagan turdagi shokoladimizdan solib bir-biri bilan chiqishib olmaguncha aralashtirib olamiz. Keyin esa listimiz ustiga pergament qog'ozlarimizni to'shab, xamirimizdan yong'oqdek kattalikda olamizda 1-2 aylantirib listimizga terib, xolodilnigimizga yarim soatga tindirishga olib qo'yamiz. Ungacha esa yog'imizni qizdirib, kartoshkalarimizni shu shaklda to'g'rab, qizib turgan yog'imizga solib, qizartirib qovurib olamiz. Kartoshkamiz pishib olguncha qiymamiz ustidan maydalangan piyoz hamda 1 dona tuxum oqini qo'shib, yumaloq shaklda yasab olamiz. Bir payt boshginamning yonginasidan choynak uchib kelsa bo'ladimi? Hadeb ovqatni tepasida o'ralashavermay, shu choynakning ichiga qarab qo'ysang bo'larmidi deb qolishsa. Voy, shu ham ish bo'ptimi deb bir qoshiq bavini oldimda choynakning ichiga solib, qaynab turgan suvdan quyib 20 minutga chetga olib qo'ydim. Qarasam, kartoshkalarimiz ham maromida pishibdi. Tarelkamizga olib, yog' qizib turguncha pechenyelarimizni 180 gradusga yarim soatga duxovkamizga qo'yib, qizib turgan yog'imizga go'shtlarimizni solib, chiroyli qilib qovurib olamiz. Keyin esa kartoshkani ustiga go'shtlarimizni olib, xohlasanglar yog'ini ozroq kamaytirib, xohlamasanglar menga o'xshab sariyog' solib, ketidan 1 osh qoshiq unimizdan solib, qizartirib qovurib olamizda qaynab turgan suvimizdan solib, yarim osh qoshiq tomatimizdan ham qo'shib, bir-biri bilan yaxshi chiqishib olmaguncha aralashtirib, ketidan go'sht hamda kartoshkalarimizni solib, muzlatib qo'ygan jambilni oldimda ustidan qo'yib, 10 minutga past olovga dimlab qo'yamiz. Ungacha esa choynaklarimizni tozalab yuvib olamiz. Suvni to'kib qarasam, shunaqangi ichi yaltirab ketibdi, rostdan ham ichi jigarrang emas, oq rangda ekan. Yaxshilab yuvib, menga qanday uzatgan bo'lsa, o'zlariga ham o'shanday qilib uzatib, bavi bor, nima g'amim bor dedimda, tarelkamizni olib, ovqatimizni suzib, ana endi dasturxonga tortsak ham bo'ladi. Ungacha esa pechenyelarimiz ham pishib chiqdi. Voy, bu ovqatni ko'rinishini o'zi ishtaha ochadi-ya, mazasini yo'q, gapirmasa ham bo'ladi. Suvlari shunaqangi qo'yiqqina, juda ham mazali va osongina tayyorlanadi. Ana endi pechenyelarga baho berish sizlardan. Yoqsa kommentariyaga 5, yoqmas 2 qo'yib ketaverasizlar. Xafa bo'lish yo'q. Ha aytgancha tez-tez ko'rishib turishlik uchun like bosib, podpiska qilishni unutmanglar.